Mana o'sha Damas do'stlar, hozir bilasizlar, bitta video qo'ygandim. Damasni sotib, menga obuna bo'lganlarga tarqatmoqchiman desam, ko'pchilik otangga ber, qiynalganlarga ber deyapti. Endi o'zidan ruxsat ol deyapti. Aka, nima deysiz? Shuni ko'rdingiz? Kommentlaringizni ko'rdim dedi aka. Hamma otangga ber deyapti. Ko'pchilik o'zing hayda deyapti. Shunaqa. Endi men misol Damas nomingizni o'tkazib berdim. Endi maslahatim mana boya birinchi videoni qo'ydingiz-ku Damas haqida. Samarqanddan bir akamiz taklif yozdi. Men o'z ko'zimdan Trekkerga almashtirasanmi? Shu Damas trekkerga alishtirasanmi dedi. Shunaqa. O'sha trekkerga alishtirsangiz agar misol mana ko'p tadbirkorlarimiz bor, to'g'rimi? Ko'p tadbirkorlarimiz sizga misol homiylik qiladi, qiladi, reklama ustida ishlab, o'z ustida ishlaying-da, harakat qiling. Bo'ldi endi. Yo'g'iga. Nima deysiz? Almashtirsam bo'ladimi? Rozimisiz aka? Ha, roziman, sizning nomingizga o'tib bo'lgan mashina. Inshaalloh o'zim dadam